Agar siz zamonaviy kasb orqali yuqori daromad topmoqchi bo'lsangiz, mana shu ikkitagina narsani bilmasligingiz sababli siz daromadga chiqa olmasligingiz mumkin. Bu mijozlar bilan ishlash va sotuv ko'nikmasi sizda yo'qligi. Nimaga desangiz, hozirgi zamonda raqobat juda ham kuchli. Va bunaqa raqobat kuchli joyda bozorda kontent, strategiya, targetli reklamalarning o'zi mijoz topishingiz uchun yetarli bo'lmaydi. To'g'ri, bu narsalar albatta muhim, lekin siz esa mutaxassisi sifatida agar mijoz topmoqchi bo'lsangiz, siz bundan ancha ko'proq narsani bilishingiz kerak, чтобы mijoz topa olishingiz uchun. Ko'pincha даже shunaqa holatlarni ko'raman, soha bo'yicha juda ham kuchli bo'ladi, tajribasi bo'ladi, bilimi juda ham kuchli bo'ladi, lekin o'shalar ham mijoz topa olmasdan qiynalib yuradi. Nimaga? Chunki har doim mijoz topish bu faqatgina bilimga yoki tajribaga bog'liq emas. Bu imonni mijoz bilan qanaqa muomala qilishingizga, ularning fikrini eshitishingiz, ishonch o'rnata olishingiz, ular bilan muloqot qila olishingiz, ya'ni o'rtadagi mana bu do'stona atmosferani hammasi yarata olishingizga bog'liq. Nimaga bu narsani men o'zimga ishonch bilan aytaman? Sababi men hozirgi kungacha mana 8 yildan beri shu SMM sohasida ishlab kelayotgan bo'lsam, 500 ga yaqin insonlar bilan suhbat qildim. Har xil mijozlar bilan gaplashdim. Orasida o'xshaganlari yoki o'xshamaganlari ham bo'ldi. Va har bitta etapda men o'zim uchun analiz qildim. Nima uchun bu etap o'xshamadi? Nima uchun bu inson bilan, bu mijoz bilan menda o'xshadi? Va ushbu 8 yilda o'rgangan bilimlarimni bugungi videoda sizlarga aytib bermoqchiman. Xabaringiz bo'lsa kerak, men SMM sohasi bo'yicha 8 ta eng muhim mavzuda YouTube sahifamda bepul kurs qo'yaman, ya'ni bepul darslar bular hammasi. Ushbu darsimiz bugun 6-chisi bo'ladi, xudo xolasa. Bu darsda sizlar bilan qanaqa qilib mijoz topish, mijoz bilan aloqa o'rnatish, mijozni ushlab qolish, uzoq vaqt, ya'ni чтобы sizga doimiy pul to'lasin, siz unga doimiy xizmat ko'rsating, u bilan yaqin aloqani saqlab qolishni sizlarga o'rgataman. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, chunki bu qanaqa sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar mijozingizni ushlab qolishingizga va yangi mijozlarni o'ylanmasdan uverенность bilan olishingizga katta yordam beradi. Lekin siz aynan SMM sohasida ishlab mijoz topmoqchi bo'lsangiz, men aynan shu SMM haqida 5 ta ushbu darsni joyladim YouTube sahifamda. Bu videoni ko'rishdan oldin albatta u videoni ham ko'ring yoki bu videodan keyin ularni ham yetkazib oling. Shundagina bu darslarimizni siz to'liq tushuna olasiz. Unaqada kelinglar, darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsni men 3 ta qismga ajratib olaman. Birinchi qismimiz mijoz topish usullari, ikkinchi qism yo'nalish tanlash, uchinchi qism xizmatda to'g'ri taklif qilish. Kelinglar, birinchisidan boshlaymiz. Mijoz topish usullari. Mijoz topish usullari aslida juda ham ko'p o'ylanib qaraydigan bo'lsak. Bu yoqda asosiy savol, siz mijozni qanchalik tez topmoqchisiz? Ya'ni qanchalik shoshilyapsiz. Agar shoshilmayotgan bo'lsangiz, sizga maslahat beraman. Onlayn saytlar bor. Headhunter, to'g'rimi? Rabotus, OLX, MyJob, Ishbor, Ishko'p kabi juda ko'p internetda shunaqa rekrutingli saytlar bo'ladi. U yoqda siz o'zingiz haqingizda ma'lumotni to'ldirasiz va ish beruvchilar sizni o'tdan topadi yoki siz o'sha vakansiyalarga o'zingiz to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz mumkin. U yoqda ishlar juda ham ko'p. Agar menga ishonmasangiz, shunchaki o'zingiz OLX ga hozirroq kiring, SMM deb qidiring va eng kamida 1000 ta bo'sh ish o'rinlarini ko'rasiz. Yoki headhunter.uz saytiga kiring va o'sha yerda ham SMM deb qidirsangiz, eng kamida 300 ta 400 ta eng katta kompaniyalardan haqiqiy ofitsialniy ishlar topa olasiz. Bu mijoz topishni eng oddiy va oson usullaridan bittasi. Undan tashqari juda ko'p Telegramda kanallar, gruppalar bor. Men даже pastda opisaniyada ssilkalarni yozib qoldirishim mumkin. Ushbu kanallarda ham o'zingizni xizmatingizni e'lon qilsangiz bo'ladi, ya'ni taklif bersangiz bo'ladi. Xo'p, endi qiyinroq yo'llarga o'tadigan bo'lsa, yana qanaqa yo'llari bilan topa olamiz? Bu qiyinroq yo'llari, lekin sizni tezroq natijaga olib chiqadi. Hozirgi aytgan yo'llarim mayli, o'xshab qolsa o'xshadi, o'xshamasa o'xshamadi degan insonlar uchun. Lekin siz tezroq topmoqchi bo'lsangiz, sizga maslahatim o'zingiz aktivni qidirishingiz kerak. Chunki men ham aynan shunaqa bo'lganman. O'zim endi shu sohaga 2017-18-yil kirib kelayotganimda har bitta odamlarga Instagramlarda yozib chiqardim, Telegramlarda yozardim, topardim shunaqa insonlarni. Men SMM sohasidaman, meni ishga oling degan narsani yozardim. Bu juda ham zo'r imkoniyat. Hozirgi paytda ayniqsa Instagramni oladigan bo'lsak, hozir hamma shaxsiy brendini yurityapti. Doktorlar bor, to'g'rimi? Doktorlarning o'zi hozirgi kunda necha xil turi bor, to'g'rimi? Stomatolog, dermatolog, endokrinolog, ketaveradi. Mana shunaqa har xil turlari bor. Doktorlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. O'sha so'z orqali Instagramni qidiradigan bo'lsangiz, shunaqa insonlar kelib chiqadi. Yoki asoschi deb qidirishingiz mumkin, founder deb qidirishingiz mumkin, основатель deb qidirishingiz mumkin, tadbirkor, biznesmen deb qidirishingiz mumkin va aynan ushbu kalit so'zlar orqali qidirganingizda shunaqa insonlarni sizga Instagram ko'rsatadi va ularga Instagramda direktiga primoy o'zingizni xizmatingizni taklif qilib yozishingiz mumkin. Lekin bu yozadigan SMSingiz to'g'ridan to'g'ri o'zingizni reklamangiz bo'lib qolishi kerak emas, agar haqiqatda mijoz olishni istasangiz. Misol uchun shaxsan o'zim
2021-22 yillarda Anvar Abduqayyum ko'pchilik biladi ushbu insonni. Ularga Instagramdan yozganman. Anvar aka, assalomu alaykum. Meni ismim Abror. Men shu Westminsterda o'qiyman. Puro kafesiga SMchi bo'lib kirmoqchiman. Meni oling. Chunki nimaga siz bu kafeni o'zim ham yaxshi ko'raman, o'rtoqlarim bilan borib turaman deb turib, tabiiy, oddiy, samimiy qilib yozganman. To'g'ridan-to'g'ri men mana shunaqa xizmatlarim bor, SM qilib beraman sizga deb yozmaganman. Do'stona atmosferani yaratib, to'g'ridan-to'g'ri yozganman. Samimiy fikrimni bildirganman. Va menga sirazi javob qaytarganlar. Nomerimni so'raganlar va murojaat qilib, nomer berganlar va men murojaat qilib, ertasidan o'sha ishga olinganman. Ya'ni ko'ryapsiz o'rtoqlar, juda ham oddiy narsa. Bu o'zimning shogirdlarimda ham shu kungacha mana ishlab kelayotgan narsa, o'zimda ham ishlagan narsa va albatta sizda ham ishlaydi. Asosiysi o'sha yozayotgan gaplaringiz hammasi yurakdan chiqsin. Bu mana mijoz topishni biroz qiyinroq, lekin samarali yo'llardan bittasi. Hatcha qiyin emas, chunki hammada telefon bor, internet bor. O'tirgan joyingizda shunaqa insonlarni topib, o'zingizga yoqqan insonlarni topib, ularga xizmatingizni taklif qilishingiz mumkin. Endi qiyinroq usuli qaysi deb agar mendan so'raydigan bo'lsangiz, qiyini har doim shirin bo'ladi, to'g'rimi? Mazasi, effekti ham zo'r bo'ladi shunga yarasha. Bu to'g'ridan-to'g'ri magazinlarga, do'konlarga, ya'ni bozorlarga kirib, xizmatingizni taklif qilib yurish. Bu narsa ishlaydi. Bu narsani bizning bitta hamkorlarimiz, tanishlarimiz sinab ko'rishgan, bozorga kirishgan. Bozorga kirib, Chinni bozor bor, ko'pchilik biladi, Toshkentda. O'sha bozorga kirib, o'zini xizmatlarini taklif qilib yurishgan, 3-4 ta bo'lib. Va bitta kirishni o'zida bir taxminan u yoqda menimcha bir 100 ga yaqin do'konlarni aylanib qo'yishgan, xizmatlarni taklif qilishgan va 9 ta mijoz olib chiqib ketishgan. 9 ta mijoz. Orasida kimdirlar $700-800, qaysidir birlari $1,500, qaysidir biri $2,000, hammada har xil tarif bilan, ya'ni mijozlarni olishgan. Endi bu hammasi siz qanaqa qilib mijoz bilan gaplasha olishingizga, qanaqa qilib mijozni o'zingizga ishontira olishingizga ham juda ham qattiq bog'liq. Bu narsalarni ham xudo xolasa video davomida gaplashamiz. Mana o'rtoqlar, sizlar bilan hozirda o'zida mijoz topishni bir taxminan 4 xil turlarini o'rgandik, to'g'rimi? Aslida mijoz topish yo'llari juda ham ko'p. Men har bittasini aytib beraman desam, bu videomiz yetmaydi, YouTube ga menimcha juda ham uzun bo'lib ketadi. Lekin mana shu 4 ta aytganimni o'zini ham qiladigan bo'lsangiz, bemalol xudo xolasa mijoz topa olasiz. Xo'p, endi ikkinchi qismga o'tamiz bu videomizning, ya'ni yo'nalish tanlash. Bu eng kerakli narsalardan bittasi. Agar siz tezroq mijoz topmoqchi bo'lsangiz va agentstvangiz, umuman jamoangiz mana shu sohada rivojlanib, katta kompaniyaga aylanishini xohlasangiz, bitta nisha bo'yicha ishlashni maslahat beraman. Nisha degan nima degani? Yo'nalish degani. Ya'ni misol uchun kimdirlar faqatgina kafe yo'nalishiga xizmat ko'rsatadi. Kimdirlar faqatgina kosmetologlarga xizmat ko'rsatadi. Kimdirlar faqatgina klinikalar orqali, ya'ni klinikalarga xizmat ko'rsatadi. Bizning agentство endi umumiy. Bizda misol uchun turar joy, недвижимость kompaniyalari bor, Akfa kabi brendlarni yuritamiz, Akfix kabi trading akademiyalarini yuritamiz. Misol uchun juda ko'p har xil loyihalarni yuritaveramiz bizda, chunki umumiy, mana tajribam katta bo'lgani uchun men har xil sohada ishlay olaman. Lekin siz endi boshlayotgan bo'lsangiz, maslahatim bitta sohani o'shanda, o'sha sohani chuqur o'rganing. Masalan, doktorlar, meditsina sohasi. Meditsinada nima yaxshi ketadi? O'sha bitta mijozingizni olingda, arzonroq narxga bo'lsa ham olib, o'sha mijozingizni zo'r natijaga olib chiqing. Keyin uni sheriklariga, tanishlariga chiqing, klinikalarga boring, o'zingizni xizmatingizni taklif qiling. Shu orqali faqatgina shu meditsina sferasidagi loyihalarni oladigan bo'lsangiz, ishoning, mashina o'zi sizga yetib ortadi. Daromadim kam bo'lib qolsa-chi deb o'ylashingiz mumkin, adashasiz. Men sizga ishontirib ayta olaman, aslida узкиylashgan именно sferalarda ko'proq klient topa olasiz. Chem umumiy qilganingizdan ko'ra. Nimaga? Chunki sizni aynan o'sha sferani o'zida, ya'ni meditsina sohasini o'zida juda ko'p mijozlaringiz bo'ladi va ularning ko'pchiligi uje natijada bo'ladi. Sababi siz shu sohada uje prosiz, professionalsiz. Tushundingizmi? Endi kelinglar 3-qismga o'tamiz, ya'ni xizmatni to'g'ri taklif qilish, ya'ni mijozga qanaqa borish. Xo'p, siz mijoz topish yo'llarini bilib oldingiz. Mijoz bilan uchrashuv belgiladingiz, yo'nalishni ham belgiladingiz o'zingiz uchun. Endi navbat mijoz bilan suhbat qilish va qanaqa uni o'zingizga ishontirish va to'g'ri taklif berish. Birin-ketin boshlayman. Birinchi navbatda bitta maqolni hamma biladi, to'g'rimi? Ruslarda bor. Встречает по одежде deydi, провожает по уму. Ya'ni kitobga ham muqovasiga qarab turib, misol uchun baho beriladi boshida, to'g'rimi? Keyin o'sha o'qiganingizdan keyingina bilib olasiz u haqidagi taassurotlaringizni. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Mijoz oldiga borayotganda soch soqollaringizga qarab, chiroyli bo'lib, akkuratli bo'lib, atirlarni sepib, chiroyli kiyimlarda, klassik kiyimlarda, futbolka shortilarda emas, mana shunaqa kiyimlarda borib, seryozni gaplashishingiz kerak. Yosh katta insonlardek o'zingizni tutib, ortiqcha keraksiz harakatlasiz, uyalmasdan gapirishni maslahat beraman. Bu narsa mijozda siz haqingizdagi birinchi taassurotni yaratib beradi.
Undan keyin uje mana mijozning oldiga kirib kelganingizdan keyin ko'pchilikning qiladigan asosiy xatosi o'zini xizmatini sotishni boshlaydi. Men sizga videolar olib beraman, men sizga target yoqib beraman, men sizga postlar qo'yib beraman deydi. Bu narsani hamma qilib beradi. Men ham qilib beraman, meni 200 ta shogirdim ham qilib bera oladi bu narsalarni. Lekin ularga sizning nima farqingiz bor? Siz o'sha narsani aytishingiz kerak. Ya'ni mijozga sizni qilib beradigan xizmatingiz emas, mijozga uni oladigan natijasi qiziq. Siz unga natija bo'yicha aytishingiz kerak. Masalan, men ishlashni boshlagandan keyin, xudo xolasa, sizni brendingizni ko'pchilik tanishni boshlaydi, loyallik paydo bo'ladi. Odamlar sizga ishonib qarashni boshlaydi. Sotuv uchun bo'lsa, biz targetlar yoqamiz, lead generatsiya turiga yoqamiz. Har bitta lead narxi misol uchun 50 sentdan yoki $1 tushadi deb turib prognoz qilib bu narsalarni tushuntirib berishingiz mumkin. Agar kim lead nima, target nima tushunmaydigan bo'lsa, bundan bitta oldingi darsimizga kirsangiz, target bo'yicha men tushuntirganman. Demak, biz tushundikki, mijozga bizni qanaqa xizmatlar ko'rsatishimiz emas, u nima natija oladi, shu narsani tushuntirib berishimiz kerak. Va bu narsani agar siz qog'ozga tushirtirib, ya'ni nima ideyalaringiz bor, nima g'oyalaringiz bor, nimalar qilib berasiz va natijada bu mijozga qancha xarajatga tushadi va qancha natija bo'lib qaytadi. Shu narsalarni agar qog'ozga tushirib, chiroyli qilib olib keladigan bo'lsangiz, sizni o'ylab o'tirmasdan tajribangiz bormi, yo'qmi ishga olishi aniq. Chunki siz uje bilmasligingizni uje isbotlab bo'ldingiz. O'ylaymanki, o'rtoqlar, sizlarga bu darsim tushunarli bo'ldi. Aslida olib qaraganda mijoz topish umuman qiyin emas. Mijozni ushlab qolish qiyin. Endi mana ushlab qolish qismiga o'tamiz. Ko'pchilik mijoz olishda o'zi qiynalmaydi. Mijozni bemalol oladi, lekin birinchi, ikkinchi oyga o'tmasdan mijoz ketib qoladi. Nimaga mijoz bilan uzoq vaqt ishlanila olmaydi? Sababi o'rtadagi aloqa uzilganida. Asosiy ko'pchilikning xatosi bu aynan shu narsa. Mijoz nimani yaxshi ko'radi bilasizmi? Har qanaqa ishda ham, bu SMMmi, mobilografiyami, targetmi, boshqami, даже mana banklarda ham bilsanglar, отчет topshirishadi har kunlik, to'g'rimi? Nima uchun? O'sha qilayotgan ishlarni mijoz ko'rib turish kerak doim. Xuddi shunaqa, misol uchun siz SM sohasida ishlasangiz, klient oldiga borganingizda, syomkalar qilayotganingizda dumaloq video tashab, Telegram guruhida tashab qo'yishingiz mumkin. Mana bugun mana bu videoni olyapmiz. Bunaqa jarayonlarni ko'rsatib boring. Bugun mana xudo xolasa mana bu soatda mana bu postimizni qo'yamiz. Hamma narsani aytib boring. Klient sizni ishlayotganingizni, sizni mehnat qilayotganingizni ko'rib, his qilib turish kerak. Ana o'shanda xudo xolasa ketib qolmaydi. Va asosiysi klient bilan do'stona, ya'ni erkin gaplasha oladigan atmosferani yaratib berishingiz kerak. Ularga robotdagi muomalada bo'lmang. Misol uchun biz 9 dan 6 gacha ishlaymiz, hurmatli mijoz. Bu narsalar kerak emas, hurmatli mijoz. Aka, oddiy o'zbekona stilda ishlashingiz mumkin va bu narsa sizga ishontirib aytaman, juda ham zo'r ishlaydi. Xo'p, o'rtoqlar, mana bugungi sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan gaplarim, ya'ni ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Bu aytib beradigan narsalar aslida men bilgan narsalarim ichida bir mingdan bir qismini aytib berdim, chunki juda ham ma'lumot ko'p. Bu narsa haqiqatda men bitta videoga sig'dira olmayman. Lekin shuni o'zi bilan ham bemalol siz mijoz olishingiz mumkin. Lekin menga anu mingdan, ya'ni 999 tasi ham kerak deydigan bo'lsangiz, u uchun misol uchun inshaalloh yaqin kunlarda kursim ochilib qolishi mumkin. Faqat hozirgi paytda qachonligini aniq sizlarga ayta olmayman, lekin sizlarda zo'r imkoniyat bor. Ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun kimga qiziq bo'lsa, ro'yxatdan o'tib qo'yasizlar. Agar misol uchun to'g'ri kelsa, narxlari boshqasi o'qib ketishingiz mumkin. Agar misol uchun yoqmaydigan bo'lsa ham o'qimasangiz hech kim xafa bo'lmaydi. Misol uchun eng kamida mana shunaqa misol uchun ma'lumotlarga xudo xolasa ega bo'lib oldingiz. Unaqada sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha xayr, charchamanglar.